Assalomu alaykum do'stlar. Shu Nexia 2 sotiladi. Bu Nexia 2 2008-yil. Motorlari Sonstrom bo'lur. Metani 100lik metani bor. Metanda da benzinde de yurib turibdi. Motor saz, korobka ходовойлар saz, amortizatorlargacha toza qo'yilgan. Xarajati yo'q. Bo'ldi, alasiz, minasiz. Birinchi pozitsiya buning pozitsiyasi. Yana ichki holatlari polik, lilalom, chexol bersi to'shalgan. Mashinada defekt yo'q. Absolutniy. Beri toza. Bir qo'l ega. Gen davrnislargacha beriladi. Bu mashinaning bahosini ham arzon etib qo'yib do'stlar. Bahosi 38 million so'm. Ustunda yana kelishib beramiz azroq. Nexia 2 qidirib do'stlaringizga tashab qo'yasizlar. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yishni unutmanglar. Nexia qidirib do'stlaringizga yana bir marta tashab qo'yasizlar. Mashinaning ko'rinishlari beri. Zanglagan, netgan yerlari yo'q mashinaning. Polni ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi bor, bir 50% 40% kraskalari bor mashinaning. Biroq udari, nolari yo'q.